Bismillahirrohmanirrohim. Sahobalar siyrati mavzusidan darsimiz davom etyapti. Bugun 9-fevral 2025-yil. O'tgan darsda tavakkul mavzusiga yetib kelgan ekanmiz. Doimgidek avvalambor payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning tavakkullari, keyin sahobalarning tavakkullaridan misollar keltiriladi. Buxoriy Muslim rivoyat qilgan hadisda Jabir radhiyallohu anhu dan aytadilar: u kishi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan Najd g'azotiga chiqqandilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qaytib kelishliklarida Rasulullohga qaylula yetdi. Qaylula peshindan keyingi dam olish. Ya'ni uxlagilari keldi peshindan keyin. Shunda bir vodiyga tushdilar. U vodiyda butalar ko'p edi. Buta ya'ni daraxtlar, cho'llarda bo'ladigan. Daraxtlar tagida soyalanib uxlamoqchilarda, ya'ni. Shunda odamlar tarqab ketdilar. Hamma bir daraxtning oldiga soyalanish uchun ketdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir daraxtning tagida soyalanib turdilar. Haligi daraxtga qilichlarini osib qo'ydilar. Jabir aytadilar: biz bir pas uxladik. Qarasak Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizni chaqiryaptilar. Rasulullohga javob qildik. Qarasak oldilarida bir arobiy o'tiribdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: inna hada ikhtarata sayfi va ana na'imun fastayqattu va huwa fi yadihi saltan. Men uxlab yotganimda bu meni qilichimni yalang'ochlab olibdi. Men uyg'ondim, qarasam uni qo'lida qilich yalang'ochlangan turibdi. U aytdiki: seni kim endi mendan qutqaradi? Men aytdimki: Alloh dedim. Va seni mendan kim qutqaradi? Dedi yana. Men Alloh dedim. Shunda qilich uni qo'ldan tushib ketdi va o'tirdi u deganlar. Yoki qilichni qiniga tiqdi-da o'tirdi. Va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shunday qilganiga o'sha arobiyni jazolamadilar ham deb. Ya'ni qissadan hissa mana qarang, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shuncha xatarda bo'lsalarda bir o'zlari bitta daraxt tagiga borib yotyaptilar. Hech kimni o'zlariga qo'rqinch qilib olib yurmaganlar. Chunki Alloh vallohu ya'simuka minan nas deb va'da berganda Rasuliga. Alloh sizni odamlardan asrab qo'yadi degan. Ana shunga Rasululloh tavakkul qilib bir o'zlari bitta daraxt tagida uxlab yotdilar. Xatar bormi? Bir arobiy kelib Rasulullohning qilichini olib, qilich yalang'ochlayapti Rasulullohga. O'ldirmoqchi bo'lyapti. Seni kim mendan himoya qiladi deyapti. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xotirjamlik bilan Alloh deganlar. Baqirib yordam beringlar deb sahobalar chaqirmaganlar. Chaqirsalar ham o'zi ish bitgandan keyin chaqiryaptilar. U arobiy qilich tashagan o'tiribdi. O'shandan keyingina vaziyatni ko'rishlik uchun chaqirdilar sahobalarni. Mana bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning tavakkullaridan-da. Odam bo'lsa bunaqa paytda sarosimaga tushib qoladi. Endi boshqa rivoyatda kelgan haligi arobiy qo'ldan qilich tushib ketdi degan, Alloh deganlaridan. Bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning haybatidan-da nusitu bir-rob deganlar-ku. Bir oylik masofadan turib dushmanning qalbiga qo'rquv tashlanish bilan menga nusrat berildi deganlar. Keyin ana shundan keyin Alloh deganlardan keyin haligi qo'lidan qilichini tashab o'tirib qolgan, cho'kka tushib, keyin Rasululloh unga aytganlar: "Endi seni kim mendan man qiladi?" Yani yuqorida u aytayotganda shu gapni. Endi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytibdilar. Dunyo shunaqa charxpalak ekanda, bugun musulmonga qarshi qurol o'qtalayotgan, ertaga musulmon uni qarshisida unga qurol o'qtaladi. Suriyada bo'layotgan jarayonlarni qarang, bu katta ibrat. Qamoqxonada odamlarni qiynab, kaltaklab do'pposlaganlar bugun o'sha zobitlar qo'lga tushib, do'pposlanib oyoq osti qilinyapti odamlarning qo'l ostida. Dunyo shunaqa charxpalak. Odam lekin bir muddat tepaga ko'tarilganda men yiqilmayman deb o'ylab olar ekanda. Endi Rasulullohning tavakkullariga qo'shimcha kechirimlarini qarang. Hali arobiyni kechirib yubordilar. Shunday qilganligiga hech qanaqa jazolamagan ekanlar. Kimdir olib mana shu narsani bo'ldi, mana Rasulullohni o'ldiraman desa ham, so'ksa ham jazolamaslik kerak. Chunki o'zlari kechirib yuborganlar-ku deydi-da. Biz aytamizki, o'zlari kechirib yuborganlar-da. Hozir sen kechirishga haqqing yo'q. Sana huquq seniki bo'lgandan keyin sen o'zing kechirib olasan. Xohlasang jazolaysan, xohlasang kechirasan. Lekin sen birovning haqqidan bir kechirib olasanmi? Yo'q. Birov haqqidan kechib yorishga nima haqqing bor sening? Sen o'zingning haqqingdan kechib yorishga haqqing bor. Ana shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan keyin Rasulullohning sha'niga tuhmat qilgan yoki yolg'on gapirgan yoki haqorat qilgan insonlarni kechirilmaydi. Rasululloh o'zlari kechirganlar bu karamlaridan. Illo o'zi tavba qilib kelsa, qo'lga tushishdan oldin mayli unda kechiriladi. Ya'ni Bayhaqiyda Jabir radhiyallohu anhu dan keladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Muharib va G'otafon degan qabilalarga Nahla degan joyda urushdilar. Nahla joyida nomi. Shunda musulmonlardan g'aflatni ko'rdilar. Ya'ni beparvo nimadir musulmonlar ochilib qolgan. Shunda ulardan bir kishi keldi.
G'avras ibn al-Haris degan odam. Ya'ni ular musulmonlardan ko'ryapti-da, to'g'ri aytsak. Rasululloh emas, ular shu kofirlar, ya'ni yuqorida aytilgan Muharib, G'otafon kofirlari musulmonlardan g'aflatni ko'rdi. Ya'ni hamma uxlab yotibdi. Yuqorida aytdik daraxtlar tagida. O'shandan foydalanib mana dushmandan bir kishi G'avras ibn al-Haris degan odam kelib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam boshlarida qilich bilan turdi. Seni kim mendan man qiladi dedi. Alloh dedilar Rasululloh. Shunday qo'lida qilich tushib ketdi mana. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday qilichni oldilarda, endi seni mendan kim man qiladi dedilar. Haligi odam shunda yaxshi oluvchi bo'ling degan ekan. Ya'ni ko'ryapsizmi dushmanlarni shunaqa paytda yaxshi odam bo'lish esga tushib qoladi-da. Kuch undaligida yaxshi odam bo'laylik desangiz aytganini qilmaydi. Shu illoki fosiq, zolim, fojirligi tutaveradi. Kuch sizga o'tgandan keyin yaxshi odam bo'lish esiga tushib qoladi. Yaxshi oluvchi bo'ling deyapti. Ya'ni qilichni oldiz, xo'p, endi kechiring demoqchi-da. Shunda Rasululloh aytdilar, sen Allohdan o'zga haq ma'bud yo'q deb guvohlik berasanmi? Ya'ni musulmon bo'lasanmi deganlarda? Yo'q dedi u odam. Lekin men sizga ahd beraman, sizga hech qachon urush qilmaslikka va sizga urush qilayotgan qavm bilan ham birga bo'lmaslikka dedi. Ya'ni zararim tegmaydi demoqchi. Sizga o'zim ham urush qilmayman, sizga urush qilayotganlarga ham qo'shilmayman. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunda uni yo'lini bo'sh qo'ydilar. Chunki bo'ldi, zararda bo'ldi. Shunda u odamga endi bir ta'sir qilgan ekan, baribir ashablariga borib aytgan ekan, "Ji'tukum min indi khayrin nas." Men sizlarga odamlarning eng yaxshisini oldidan keldim degan. Ko'ryapsizmi, kechirim ana shunaqangi samara bersa kechirish kerak. Bu keyin odamlarda o'sha zamonda baribir kofir mushrik bo'lsa ham mard bo'lgan qarang. Borib haqiqatan yaxshi odam ekan deyapti. Musulmon bo'lmasa ham ahd beryapti va ahdida turish ularda odat bo'lgan odatda. Ya'ni va'dada turib bergan kofir mushriklar ham ko'plari. Hozirgi odamlarda xoinlik qon-qoniga singib ketgan va umri mobaynida bir necha martalab ko'rilgan bunaqa odamlarga ishonilmaydi. Ularga ishonish o'zimizning halokatimiz. Mana Misrda Muhammad Mursi prezident bo'lgan paytda Abdul Fattoh Sisi uni armiyasining boshlig'i qilib tayinladi. Ana Mursining o'zi Abdul Fattoh Sisini. O'shanda u ahd berdi, lekin bu odam tarixidan o'zi xiyonat bilan tanilgan odam. Eski Husni Muborak zamonida ham armiyada ishlab kelgan, o'shaning tarafdori bo'lib kelgan odam. Amerika bilan ittifoqlari bor odam edi. Hatto mana Trump bilan yoshligida birga o'qigan, tushgan rasmlari bor. Ya'ni tarixiy xiyonatga kofirlarning malay ekanligiga to'la. Ammo bechora Muhammad Mursi mana shu odamning va'dasiga ishondi. Oxir kim bu odam unga inqilob qilib, qamoqqa tiqib o'ldirib yo'q qildi mana. Shuning uchun ham yaxshi odam bo'ling desa, bo'ldi deb ishonavermaydi-da. Bu odamning siratiga qarash kerak. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shuning uchun undan birinchi o'rinda musulmonmisan deb so'rayaptilar. Ikkinchidan u odam ahd beryapti mana. Va keyin shu ahdida turib odamlarga borib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni maqtayapti. Ana shunday samara berish o'rnida af etiladi. Keyin bu hadisda o'sha xavf namozini zikr qilgan deyapti. Ya'ni o'shandan keyin mana xavf paytida ham qurol ko'tarib namoz o'qish joriy qilingan. Xavf paytida ham qurolni qo'ymaslik. O'zida tushuntirganmiz, ya'ni xavf namozini. Keyingisi ashabun Nabiy sallallohu alayhi vasallamning tavakkullari. Birinchisi shundan Ali radhiyallohu anhu ning tavakkullari haqida. Abu Davud Qadar kitobida rivoyat qiladi. Ibn Asakir aytadilar, Ali radhiyallohu anhu kechqurun masjidga chiqardilar, nafil namoz o'qirdilar. Biz u kishini qo'riqlagani keldik. U kishi namoz o'qib bo'lganlaridan keyin bizni oldimizga keldilar. Nimaga o'tiribsizlar dedilar. Odamlar qo'riqlab o'tiribdi Ali radhiyallohu anhu da. Shunda biz aytdikki, sizni qo'riqlab o'tiribmiz. U kishi aytdilarki, ahli samodan qo'riqlaysizlarmi yoki ahli arzdan? Ya'ni samodagi zotdan meni qo'riqlaysizlarmi, Allohdan yoki yerdagi maxluqlardan qo'riqlaysizlarmi? Odamlar aytishdiki, tabiiyki sizni biz yerdagi odamlardan qo'riqlaymiz. Allohdan qo'riqlay olmaydi hech kimni. U kishi aytgan ekanlar, yerda nimaiki bo'lsin, osmonda bitilmaguncha bo'lmaydi dedilar. Va kim bo'lsin, albatta unga ikki farishta muvakkal qilingan. Uni ular himoya qilib turishadi, hifz qilishadi toki uni qadari kelgunicha. Agar qadar kelsa, uni bilan qadarini o'rtasini bo'sh qo'yadi dedilar. Ya'ni qissa uzun ekan, shu yergacha bir to'xtab sharhlaymiz. Ana qarang Ali roziyallohu anhuning tavakkullarini. Odamlar kelib u kishini qo'riqlaymiz degan, chunki haqiqatan xatar bo'lgan. Bunga bitta dalil Ali roziyallohu anhuning dushmanlari ham tashqarida ham ichkarida edi. Bu kishini xalifalik vaqtlarida bo'lyapti. Xalifalik vaqtlarida dushmanlari tashqarida, masalan, Umaviylar u kishini qonini halollagan. Bu yoqdan ichkaridagi dushmanlar bor edi, Havorijlar. O'ldirganlar ham shular bo'ldi Ali roziyallohu anhu.
Ana shuning uchun odamlar o'shani qo'riqlashga harakat qilgan. Bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonidagidek omonlik emas edi. Keyin Ali roziyallohu anhu Kufada yashaganlar. Majusiylar ham bor edi, ular ham dushman edi. Hamma tomondan xatar bor. Odamlar shuning uchun o'shani qo'riqlaymiz desa aytayaptilarki, osmon ahlidan qo'riqlaysizlarmi, yer ahlidanmi? Tabiiyki yer ahlidan qo'riqlaydi. Keyin aytdilar, osmonda bir ish bitilmaguncha yerda sodir bo'lmaydi. Ya'ni Alloh huzurida o'sha qadarda bitilgan narsagina bo'ladi deyaptilar, foydasi yo'q qo'riqlashlikda. Va insonni qo'riqlashdan oldin mu'minni Alloh tomonidan kelgan ikkita farishta qo'riqlaydi. Uni himoya qilib, undan daf qilib turadi to qadari kelguniga qadar. Kimdir aytadi-da, agar Allohdan kelgan shu ikkita farishta mu'minni qo'riqlasa, nimaga mu'minga shunaqangi azorlar yetyapti? Bunga javob mana qadar kelgunga qadar qo'riqlaydi. Siz ayting, mana prezidentlar yoki boshqalar qo'riqchilar bo'ladi, tan soqchilari. Shunga qaramasdan o'shalarga ham ba'zan suiqasdlar uyushtirilib azor yetadimi? Mana bu qadar degan, qanchalik inson ehtiyotda olmasin, la yugnil hazar minal qadar. Ixtiyor insonni qadardan qutqarmaydi. Shunga o'xshash mana bu yerda ham ikkita farishta insonni qo'riqlaydi qadar kelganiga qadar. Agar qadar kelsa, bu farishtalar ham o'sha musibat bilan qadarni o'rtasini, ya'ni u bandaning o'rtasini hol qo'yishadi. Ya'ni o'sha musibat o'sha bandaga oxiri yetadi. Keyin aytdilarki, Ali roziyallohu anhu, Alloh tomonidan mening ustimda bir sovut bor. Mustahkam qo'riqchi, ya'ni himoya bor. Ya'ni o'sha farishtalar tomonidan o'sha qo'riqlangan. Agar ajalim kelsa, ana shuni ochadi mendan deganlar. Va kishi iymonning ta'mini totmaydi toki unga yetgan narsa unga xato bo'lishi mumkin emasligini va unga xato bo'lgan ish unga yetishi mumkin emasligini bilmaguncha dedilar. Ya'ni kishi iymonni mazasini tota olmaydi deb qarang. Iymonga kirish boshqa, uni mazasini totish boshqa. Masalan, ovqat yeyishlikdan shuni misolini qarang. Bir odam ovqatni olib yutib olsa, chaynamasdan, ovqat uning ichiga kirdi, lekin uni mazasini totmadi deyiladi. Chaynab yeganda inson mazasini totadi. Ana shunga o'xshab iymonga kirish bor. Inson la ilaha illalloh Muhammad rasululloh degandan keyin iymonga kiradi. Lekin endi uni mazasini totish boshqa narsa. Shuning uchun aytayaptilar, iymon mazasini qachon inson totgan bo'ladi? Agar yetgan musibat unga xato kelishi mumkin emasligini va xato ketgan narsa yetishi mumkin emasligini bilmaguncha. Bo'lgan ish bo'lish kerak edi. Ana shunaqa e'tiqod qilinadi. Bo'lmagan ish shu bo'lmasligi kerak ekan. Bo'lgan ish demak mana shunday bo'lsa bo'lmasdi yoki bo'lmagan ishdi. Mana shunday qilsam bo'lardi desa, inson iymon mazasini totmagan. Qachonki shu ishlar hammasi bo'lish kerak ekan bo'ldi. Bo'lmasligi kerak ekan bo'lmadi desa, ana shunda inson iymon mazasini totgan bo'ladi. Bunda birodar aybdor qilishlik ham iymon mazasini totmaganligini alomatlaridan. Sendan bo'ldi deydi masalan, bir ish sodir bo'lganda yoki bo'lmasa. Shuning uchun maqsad Ali roziyallohu anhu Allohga tavakkal qilganlar. Va shu ham aslida u kishiga suiqasdni osonlashtirgan. Ana namozda turgan paytlarida kelib Havorij u kishini boshlaridan qilich bilan urib o'ldirdi. Kimdir aytadi, "Xo'p, tavakkul mana shunaqangi bir kadrlarda zoyi bo'lishligiga olib kelyapti-ku. Shuning uchun bu tavakkul to'g'rimi?" deydi. Masalan, Ali roziyallohu anhu qo'riqlansalar, haqiqiy yaxshilab, ehtimol mana shu narsa bo'lmasdi. Hozir aytdik-ku biz. Ana shu ish aslida iymon mazasini topmaganlik alomati. Ya'ni mana shunday qilsak, mana shunday bo'lmasdi deyish. Mo'minga yetgan shahodat unga Allohning sharafi, ikromi. Shuning uchun o'sha ish bo'lmasdi deyish to'g'ri bo'lmaydi. Ummatga unaqa inson kerakligicha desa, ummatga Alloh ummatni zoyi qilmaslikni va'da bergan, ummatga hamma zamonda o'ziga loyiq shaxsiyatlarni Alloh chiqarib qo'yadi. Ummat o'shanaqangi zotga nomunosib ekanki, Alloh o'sha zotni olib qo'yadi-da, o'rniga o'sha o'ziga yaraydigan odamlarni beradi. Shuning uchun bunday bo'lmasa, mana bunday qilsak bunday bo'lmasdi deyilmaydi. Shu qo'riqlasak Ali roziyallohu anhuni shu suiqasd sodir bo'lmasdi ehtimol deyilmaydi. Bo'lish kerak ekan shunaqa. Biz ana shunaqa qadarga iymonimiz bor. Endi yana qarang, Qotada rivoyatida keladi. Aytganlar, "Inna akhira laylatin atat alayya ala aliyin roziyallohu anhu ja'ala la yastaqirru." Ali roziyallohu anhu shu umrlarining oxirgi kechasida tunda hech qaror topmadilar. Ya'ni bezovta bo'laverdilar. Sezyaptilar-da. Subhanalloh, bu ham bir mu'minga Allohning ikromidan kelayotgan musibatni odam his qiladi haqiqatda. Mana shu kecha nimadir bo'ladi deb ko'ngilda g'ashlik bo'ladi. Hech qaror topmadilar o'sha kecha. Shunda ahli u kishidan shubhaga tushdi. Ya'ni nimadir bo'lyapti unga deganda. Ba'zilariga shivirlay boshladilar. Hatto ittifoq qildilar u kishidan so'rashga, nima bo'lyapti sizga deb. U kishi aytdilarki, qanday banda bo'lsin, uni oldida ikkita farishta bo'ladi. Ular uni himoya qilishadi.
Modom taqdir kelmasa, mana yuqorida aytilgandek. Yoki modomiki qadar qilib bitilingan ish kelmasa dedilar. Agar qadar kelsa, ular banda bilan qadar o'rtasini haligi ikkita farishta, ya'ni hol qo'yishadi. Dedilarda masjidga chiqib ketdilar va o'sha kuni o'ldirildilar. Mana bu demak Allohning u kishiga bergan karomatlaridan ajallarini his qilganlar. Yana Abu Mijlas rivoyatida keladi. Murod qabilasidan bir kishi Ali radhiyallohu anhuning oldilariga keldi. U kishi masjidda namoz o'qiyotgandilar. U odam aytdiki, "Ehtiyot bo'ling. Chunki Murod qabilasidan bir kishilar sizni o'ldirishni istayapti" dedi. Ali aytdilarki, "Har bir kishining yonida ikkita farishta bor. Uni taqdir qilinmagan ishlardangina saqlaydi" dedilar. Agar taqdir qilingan ish kelsa, u ikki farishta ham u bilan taqdir o'rtasini holi qo'yishadi. Ajal mustahkam qalqondir degan ekanlar. Ya'ni ajal mustahkam qalqon degani ajalgacha inson mahkamlangan, himoyalangan. Ajal kelsa, u ajalni qarshisida hech narsa tura olmaydi. Ehtiyot ham, qo'riqchi olish ham. Ungacha esa ajal o'zi mustahkam qalqon, hech kim uni teshib o'ta olmaydi. Yana bir Abu Kasir rivoyatda keladi, Yahya ibn Abu Kasir aytadilar, Ali roziyallohu anhuga aytilgan, "Biz sizni qo'riqlamaymizmi? Nima deysiz? Qo'riqlamaydikmi?" U kishi aytgan ekanlar, "Harasamra'an ajaluhu." Har bir kishini ajali o'zini qo'riqlaydi degan ekanlar. Mana bu ham ajoyib gap. Ya'ni siz ishonavering, xotirjam bo'lavering, ajalingizgacha qo'riqlangansiz. Eng mustahkam qo'riqchilar bilan qo'riqlangansiz. Ajalingiz o'zi sizni qo'riydi, ya'ni ajal yetmasidan oldin. Shuning uchun o'zimizdagi haligi ajaldan 5 kun burun o'lib ketdi degan gap noto'g'ri deymiz-ku. Inson ajaldan 5 kun burun o'lmaydi. Ajali insonni qo'riqlab turadi qachongacha? O'sha ajal o'zi kelgunga qadar. Bu nimaga o'xshaydi qarang. Masalan, inson uylangunga qadar, ayol kishi turmushga chiqqunga qadar o'zini iffatini saqlab yuradi. Nima uchun? O'sha jufti kelguniga qadar. Mana qiz bola qizligini asrab yuradi. Nima uchun? Umr yo'ldoshi uni o'sha halolga kelguniga qadar o'sha uchun saqlab yuradi. Saqlanishi qachongacha? O'shangacha. Bu ham xuddi shunga o'xshaydi demoqchimizda. Ajali insonni o'zini shunday saqlab yuradi. Ajal kelganda bo'ldi shu. Vaqt soat 7. Undan hech narsa insonni himoya qila olmaydi. Abu Nuaym Daloil kitobida keltiradi, Ja'far ibn Muhammaddan va otasidan Ali roziyallohu anhuga ikki kishi hukumat masalasida ko'ndalang bo'ldi. Ya'ni bir masalada husumatlashib oldilariga keldi. Hukumat masalasida ko'ndalang bo'ldi degani, tortishib ikkita odam masala so'rab kelyapti Ali roziyallohu anhuga. Biri devorni tagiga o'tirdi. Shunda bir kishi aytgan ekanki, "Ya Amirul Mu'minin, devor yiqiladi hozir" degan. Ali aytgan ekanlar, "Yuraver. Alloh qo'riqchiligi kifoyadir" dedilar. Keyin u ikkisining o'rtasida hukm qildilar va turdilar. So'ngra devor yiqildi, deyapti. Mana bu ham u kishining tavakkullaridan qarang. Ya'ni ikkita odam kelib u kishidan hukm so'rayapti. Ali roziyallohu anhu devorga borib tagida soyalanib o'tiryaptilar-da, devorga suyanib, haligi odamlarning hukmini yechib beryaptilar-da. Devor yiqilaman deb turgan devor ekan. Shunda haligi bir odam aytayaptiki, "Amirul Mu'minin, hozir ustiga devor qulab ketadi" deyapti. U kishi xotirjam tavakkul bilan "Yuraver, Alloh qo'riqchiligi kifoya" deb hukmni qilib berib turib ketganlardan keyin devor yiqilyapti. Mana buni hozir ham ko'rasiz. Insonni qo'riqchiligi yoki insonni o'zi bir ehtiyoti aslida Alloh asramasa bir foydasi yo'qligini misollarini tasvirga tushib qolayotgan videolarda qarang. Bir odam ketayotgan joyda bir soniya to'xtab oyog'iga chalishgan bir narsani olib yo'lda davom etadi. Shunday yurgandan qarasangiz oldidan bir narsa tushadi yoki orqasidan bir narsa tushadi tepadan. Agar shu bir soniya yo'lda to'xtamaganda boshga tushardi. Ana shunda Alloh asrab qo'yganini ko'rasiz. Hech kim ehtiyot bilan bunaqa paytda himoya qila olmaydi insonni. Ajali insonni qo'riydi degani mana shu. Ajal kelganda inson qurilgan. Keyingi misol Abdulloh Mas'ud radhiyallohu anhu ning tavakkullari haqida. Ibn Asakir Abu Zobiyadan rivoyat qiladi. Abdulloh radhiyallohu anhu, ya'ni Ibn Mas'ud vafot etgan kasalligi bilan kasallandilar. Ya'ni umrining oxirida u kishi kasallanib vafot etganda. O'sha kasalliklarida Usmon ibn Affon radhiyallohu anhu u kishini ko'rgani keldilar. "Nimadan og'riyapsiz?" dedilar. U kishi aytdilarki, "Gunohlarimdan" dedi. Ajoyib qarang javobini. Ya'ni inson kasalligidan hol-ahvol so'ralinyapti. Nima, qayerda og'riyapti desa, "Gunohlarimdan og'riyapman" deganlar. "Yo'q, o'zim men yaxshi odamman.
Ha, payg'ambarlar ham kasal bo'lgan axir. Ha, bu menga darajatlarimni ko'tarilish uchun keldi faqat demaganlar. Hamma baloni boshi gunohlar ekanligini tan olyaptilar. Nimadan og'ridi desa, gunohlarimdan og'ridim. Ha, muzdek suv ichuvdim deydi-ku bizda. Shuning uchun og'rib qoldim deydi. Yo'q, gunohlarimdan og'rib qoldim deydi. Yoki sovuqda cho'milgandim, shuning uchun og'rib qoldim deydi. Yo'q, sovuqda cho'milganda og'rimaydi odam, gunohlaridan og'riydi. Hamma baloni boshi gunohlar. Keyin nima ishtaha qilyapsiz dedi Usmon u kishiga. Nima yegisi kelyapti? Endi kasal odam bir nimalar yegisi keladi-yu. U kishi aytgan ekanlar, Robbimning rahmatini ishtaha qilyapman dedi. Mana bu ham ajoyib javob. Shashlik yegim kelyapti, somsa yegim kelyapti, sok ichgim kelyapti demagan, Robbimning rahmatini istayman deyapti. Keyin aytdilarki, sizga biror tabib buyuraylikmi? Ko'rsin, tabib, doktor. U kishi aytdilarki, at-tabib amradani. Tabib meni kasal qildi o'zi dedilar. Buni ikki xil tushunsa bo'ladi. Birinchisi, tabibdan maqsad Alloh. Tabib meni kasal qildi degani, o'zi Alloh shifo beradi-ku. Alloh o'zi shu kasallikni bergan. Garchi odob yuzasidan endi buni Allohga nisbat berilmasa-da, lekin aslida shifoni ham bergan, kasallikni ham bergan Alloh. Innalloha ma anzala da'an illa anzalahu dawa'an deganlaridek Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Alloh qanday dardni tushirgan bo'lsa, davosini ham tushirgan deganlar-ku. Demak, asli o'sha tabib zotning o'zi dard beradi. U-ki Alloh. Demak, shifo ham kimda? O'sha tabibning o'zida. Tabibuha allazi xalaqaha. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlaridek, tabib u yaratgan zot o'zi tabib deganlar. Shunga ko'ra maqsad tabib o'zi meni kasal qildi degani, ya'ni Alloh o'zi menga berdi bu kasallikni. Endi men boshqa tabibga murojaat qilmayman. O'sha tabibning o'zi shifosini beradi. Ikkinchi ma'nosi tabib o'zi meni kasal qildi deganda, tabib deganda mana dunyodagi tabiblar nazarda tutganlar desak ham bo'lishi mumkin. Ya'ni bu dunyodagi tabiblar odamni tuzatmaydi, battar kasal qiladi bular. Alloh shifo bermasa-da, Alloh shifo bersa to'g'ri, bular bir sabab. Bu shuning uchun boshqa bir sabab bilan ham Alloh shifo bersa shifo topaveramiz. Aks holda Alloh shifo bermasa, bu tabiblar bizni faqat va faqat kasal qiladi. Ayniqsa hozirgi zamonda mana shuni ta'sirini ko'rasiz. Bir joyingizni tuzataman deb borsangiz, boshqa 10 ta joyingizni kasal qilib chiqaradi yana. Shuning uchun tabib o'zi meni kasal qildi deganlar. Bu mana bir asbobingizni mexanikami, bir elektronikami tuzataman deb olib borsangiz, usta agar beparosat bo'lsa, bitta joyini tuzataman deb 10 ta joyini buzib beradi-yu. Mana shunga o'xshaydi-da. Tabiblar ham ko'p shunaqa. Keyin yana Usmon aytdilar: "Sizga biror narsa berishga buyuraylikmi?" Usmon xalifa-ku, ya'ni. Biror narsa beraylikmi sizga davlatdan chiqarib oylikmi, yordammi? U kishi aytdilar: "La hajata li fihi." Meni unga hojatim yo'q dedilar. Ya'ni yordamingizga hojatim yo'q. Ajib bular ishi, sahobalarning. Inson birovdan so'rab narsa olish to'g'ri qaytarilgan. Odamlardan hech narsa so'ramaslikka sahobalar bayat bergan. Lekin aslida so'ramaslikdan turib berilsa olaver deyilgan. Lekin ular shundan ham hatto taqvo qilgan. O'zi so'ramagan, o'zi so'ramasidan berilsa ham hattoki hojatim yo'q degan. Bu ham bir odobda. Sizdan bir odam bir hojatini so'rasa, oldiga uni varaq-varaq hojatingizni chiqarib bermang. Bir dunyo shikoyatingizni, dardingizni to'kib solib unga haligi odam so'raganiga ham pushaymon qilib darajaga olib bormang. Qaytib so'ramay ham qo'yadi keyin hojatingizni. Keyin Usmon aytdilarki, "Ha, sizga kerak emas bo'lsa, sizdan keyingi qizlaringizga foydasi tegadi." Qizlari bo'lgan ekan Mas'udni. Xo'p, o'g'illar bo'lsa ham, mayli o'g'illar o'zini o'zi eplab ketardi. Qizlarga endi yordam kerak-ku. U kishi aytdilarki, "Siz mening qizlarimga faqirlikdan qo'rqasizmi? Ya'ni mendan keyin bular kambag'al bo'lib muhtoj bo'lib qoladi deysizmi? Men qizlarimga har kechada Voqea surasini o'qishga buyurganman. Men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan aytayotganlarini eshitganman. Kimda kim har kecha Voqea surasini o'qisa, unga hech qachon faqirlik yetmaydi" deganlar. Yana bu ham Allohga tavakkullardir. O'zlaridan keyin qizlariga dunyoni zaxira qilmayaptilar. Ilmni, Qur'onni zaxira qilyaptilar. Haqiqatan ko'ring, hayotda shuni tasdig'ini ko'rasiz. O'zidan keyin bolalariga uy-joylar vasiyat qilib ketgan, hisobida katta-katta pullar tashab ketgan odamlarning bolalari yeb, ichib, sovurib yoki boshqa qilib o'sha mol dunyosini zoyi qiladi. Lekin o'zidan keyin bolalariga ilm tashab ketgan odamlar hech qachon Alloh u odamlarni zoyi qilmaydi. Podshohlarning bolalarini qarang, ulamolarning bolalarini qarang, mana shuni tasdig'ini ko'rasiz. Butun davlatning mulkini, xalqning molini yegan podshohlarning bolalari hozir qayerda ayting? Ularga ham dadalari katta-katta pullar meros qoldirib ketgan.
Shvetsariya banklarida hisoblaridan 2 milliard pullar, dunyoning har chekkasida, orollarda, chiroyli joylarda villalar. Lekin o'sha farzandlar qani bugun? Qamoqda yotibdi. Prezidentlarning qizlari. Ko'ryapsizmi? Odam mol tashab ketishga g'am qilmasligi kerak bo'lsa qasiga. Sendan keyin nima bo'ladi bular deydi-da. Nima bo'lyapti mana ko'ring. Endi ulamolarni qarang. Ulamolar o'zidan keyin farzandlariga ilm qoldirgan, odob o'rgatgan, axloq o'rgatgan. Hech birini zoyi bo'lganini ko'rmaysiz. Ha o'lib ketdi deb, o'lsa ham shahodat bilan chiroyli o'ladi yoki boshqa uslub bilan ham chiroyli o'lim topadi. Hech qachon xor bo'lib yuribdi degan narsani topmaysiz. Ha kambag'al bo'lar to'g'ri. Lekin kambag'allik xorlik degani emas. Kambag'allik payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tanlagan hayot. Ammo xorlik mana parokandalik, sarson sargardonlik, oilada bir halovat yo'qligi, hayotida bir fayz baraka yo'qligi, oila degan bir tinch totuvlik yo'qligi, mana shular xorlik deyiladi. Endi mana bu masalaga qarasak, qizlarimga men Voqea surasini har kecha o'qishlikni buyurganman. Kim buni o'qisa hech qachon faqirlik yetmaydi degan masala. Bu hadis isnodi zaif, lekin ko'p ulamolar, jumladan mana Ibn Kasir ham tafsir kitobida buni keltirganlar. Shuning uchun endi bu narsaga bir kishi amal qilsa, buni bidat deya olmaymiz. Hadis zaif, zaif hadisga amal qilish joiz, modomiki shariatda unga zid narsa yo'q bo'lsa. Voqea surasini o'qish har kechami boshqami shariatda unga bir zid narsa yo'q. Shuning uchun kimdir bunga amal qilsa yaxshi. Endi bilingki, masalan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham aytdik, faqir yashaganlar, 3 oylab uylarda qozon qaydamagan. Sahobalar hayotda qarasak ham ko'plari kambag'al bo'lgan. Shuning uchun aytmoqchimanki, o'ylamang, men har kecha Voqea surasini o'qiyotsam bolalarim bilan, demak men milliarder bo'lib ketar ekanman. Yo'q, Alloh sizga muhtojlik bermaydi degani kimdir qo'liga qaram qilib qo'ymaydi. Kuningiz o'tadi, tengma-teng yashab o'tasiz. Hech qachon birovga sizni Alloh sarf etirmaydi. Hadisni mana shunaqa tushunishimiz kerak. Ammo millioner bo'lib ketasiz degani emas bu. Boylikning o'zining sababi bor shariatda. Uki ishlash. Allohdan so'rash keyin. Avvalambor keyin ishlash ya'ni. Quruq bitta surani o'qib ketib boyib ketish bunaqa emas shariatda boylikning sababi. Boshqa amallar ham xuddi shunday deymiz-ku, masalan, bitta surani o'qib ketib, masalan, Yosin surasini o'qib, odam shu bilan keyin undan turib kasalligi shifo topib ketishligi, tilyosin qilib, bu narsa zaif hadislarda kelgan bu ham. Kasallikdan tuzalish sababi bor. Birinchidan davolanish, ikkinchidan mana shu ruqyalar o'qish. Boyishlikdan xuddi shunday sababi bor. Ishlash, o'sha ishlashga qo'shilib duo qilish yoki mana shunaqangi suralarni o'qish. Keyingi mavzu qazo va qadarga rozi bo'lish haqida. Shundan Umar va Abu Zar va Ali va Ibn Mas'ud radhiyallohu anhumlarning so'zlari. Ibn Muborak rivoyat qiladi. Umar radhiyallohu anhu aytgan ekanlar: "Ma ubali ala ayyi halin asbahtu ala ma uhibbu aw ala ma akrahu, li'anni la adri al-khayra fi ma uhibbu aw fi ma akrahu." Men qaysi bir holatda tong ottirganligimga hech ham parvo qilmayman. Yaxshi ko'rgan narsam ustidami yoki yoqtirmagan narsam ustidami? Chunki men yaxshilik nimadaligini bilmayman. Yaxshi ko'rgan narsamdami yoki yomon ko'rgan narsamdami degan ekanlar. Ya'ni inson tong ottirganda ikkita kunni biri bo'ladi. Yo yaxshi kun, siz o'zingiz istagandek, yoki sizga yoqimsiz kun bo'ladi o'sha kunda. Nimadir ko'ngilsizliklar bo'ladi. Agar bizga qo'yib bersa, tabiiyki, hamma vaqt yaxshi ko'rgan kayfiyatimda, yaxshi ko'rgan holatimda tong ottiray deymiz. Hech yoqimsiz ish bo'lmasin deymiz. Buni odamlar duosidan ham sezamiz-ku. Har kuning to'y bo'lsin deydi. Hech kim yomonlik ko'rmasin deydi. Ko'ryapsizmi? Mana bu yashashda, hayotda inson Allohni undagi irodasidan ko'ra o'zidagi irodasini ustun qo'yishi degani. Ya'ni har kuning yaxshilik bo'lsin. Har kuning to'y bo'lsin, hech yomon kun bo'lmasin deyish Allohning menga irodasidan ko'ra meni irodam menga bo'lsin degani. Axir sen bilmaysan-ku, har kuning to'y bo'lsa, o'sha senga yaxshilikmi? Sen yoqtirmayotgan kun u senga yomonlikmi? Ba'zan yaxshi ko'rgan narsang yomonlik bo'ladi. Yomon ko'rgan narsang yaxshilik bo'ladi. Mana ba'zan to'y qilasan, o'sha to'y duoda qilganingdek har kuning to'y bo'lsin deb. O'sha to'ying kunida xursand bo'lasan, lekin necha martalab hayotda ko'rilgan keyin odam xafa bo'ladimi? Bekor qilibman shuni deb. Ba'zan qiyinchilik kunlar, o'sha kunlarda keyin yaxshi bo'lgan ekan deb xursand bo'ladimi? Mana shundan odam o'ziga tegishli xulosa olish kerak-da. Har kuning to'y bo'lsin degani bilan u to'y yaxshilikka bo'lavermaydi. Har kuning yomonlik bo'lsa ham bu har doim ham yomonlikka bo'lavermaydi. Shuning uchun mo'min odam ikki kuniga ham rozi bo'lish kerak. Yaxshi kuniga ham, yoqimsiz narsasi kuniga ham
Chunki yaxshilik qaysidaligini bilmayman deyaptilar mana ular. Yaxshi ko'rgan narsamdami yaxshilik yoki yoqtirmagan narsamdami? Mana shu qazo qadarga rozi bo'lish degani. Yana Ibn Asakir Hasandan rivoyat qiladilar, va Alidan radhiyallohu anhu. Aliga aytilgan ekan, Abu Zar radhiyallohu anhu aytayaptiki, faqirlik menga boylikdan suyukliroq, kasallik menga sog'liqdan suyukliroq. Nima deysiz shu gapga deyishdi. Mana qarang sahobalarning fikrlarini. Agar hozir siz shunaqa gapni gapirsangiz, odamlar sizni jinniga chiqaradi. Bu odamning aqli joyidami deydi. Kambag'allik suyuklik deyapti. Senga faqat musulmon odam kambag'al bo'lib yurish kerak ekanda. Musulmon odam boyib bir ro'shnolik ko'rmasligi kerak ekanda, sen iching qora deydi. Yoki kasallik sog'liqdan suyukliroq desangiz, aql sog'lig'ida sog'lom aql musulmonlar senga faqat shu yarimta bo'lib kasal bechora bo'lib yurish kerak ekanda. Sog'lom baquvvat bo'lib yurishligini sen yomon ko'rar ekansan-da deydi. Shuning uchun aytamizki, agar hozir sahobalar bo'lsa, odamlar toshmaron qilib o'ldirardi ularni. Odamlar deganda men kofirlarni aytmayapman. O'zini musulmonman degan odamlar ular toshmaron qilib o'ldirardi. Chunki sahobalar fahmiga odamlar chiday olmaydi. Dalil bunga sahobalar fahmidan kelib chiqib gapirsangiz, hozir sizga chidamaydi ular. Endi sahobalarga qanday chidaydi? Mana aytamiz, u minbarda turib kofirlarni milliarderi Elon Muskni maqtab yotadi. Mullalar. Mana shu bolaga qaranglar, shu bola zo'r bola bo'lib ketdi. Toparman, tutarman bo'ldi. Shu bola juda ish bilan chiqdi deb. O'rnak olinglar deydi. Kofirlarda shu dunyo hayotiga shu mukkasidan ketganlarini minbarda turib madh qilishadi. Bir narsa desang, yuqoridagi gap tayyor. Senga musulmonlar faqat qiynalish kerak ekanda deydi. Ko'ryapsizmi? Sahobalar fahmidagi yashash olmaydi odamlar o'yin. To'g'ri, endi Abu Zar roziyallohu anhu bu fikri hamma sahobiyning fikri emas, lekin bir sahobiy bo'lsa ham o'sha sahobiyning fikrimi va o'sha sahobiyning fikriga boshqa sahobalar nima degan qarang. Hozir mana bu johillar kabi tepalab tashashganmi? Uni jinniga chiqarib, mana hozir Alidan mana shunaqa deb so'ralinyapti. Aslida qarang, bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tanlagan hayot ham shuda, faqirlik bilan boylik o'rtasida ixtiyor berilgan. Xohlang qul payg'ambar bo'ling, xohlang podshoh payg'ambar bo'ling. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qaysini tanlaganlar? Qul payg'ambar bo'lishlikni, Elon Muskga o'xshagan milliarder bo'lishlikni tanlamaganlar. Rasululloh istasalar Alloh u kishiga Makkaning tog'larini tilladan qilib berardi. Madinaning tog'larini tilladan qilib berardi. Lekin istamadilar-ku. Shuning uchun siz mayli o'sha istasangiz shunaqangi kofirlarning hayotini o'zingizga ibrat qilavering milliarderlarni. Lekin bu bizning yo'limiz emas. Mana shuning uchun Alidan ham so'rashyapti, siz nima deysiz mana shu fikrga, Abu Zarning fikriga? Kasallik sog'lig'idan suyuklik ekan u kishiga. Mana shuning uchun aytdik, Shomda vabo tarqaganda ham Muoz roziyallohu anhu o'zlariga ham, ahli baytlariga ham o'sha vabodan nasiba so'raganlar. Va haqiqatan o'zlari ham, ahli baytlari ham vabodan o'lib ketganlar. Shahodat chunki. Koronavirus tarqaganda odamlarga chiqib aytdik. Mo'min odamda tavakkul bo'ladi, buni deb yuragi yorilmaydi. Mo'min odamga bu Allohning ne'mati, shahodat. O'sha virus orqali o'lsa ham desak, odamlar talab tashadi. Axir davolanishga buyurilgan, axir sog'lom odam kasal odamni oldiga kirishdan qaytarilgan degan hadislarda olib kelib bo'ladi. Boshqa sahobalarning tushunchasiga qaramaydi o'sha hadislarda sahobalar qanaqa tushungan. Xullas keyin mana Ali aytdilarki, rahimallohu Abu Zar. Alloh rahim qilsin Abu Zardan deganlar. Ko'ryapsizmi? Mana Ali roziyallohu anhu hozir boshqacharoq tushunchada gapiradilar. Shuning uchun avvaldan muqaddima qilib Abu Zarga Allohning rahmatini tilab duo qilib qo'yaptilar. Siz shunaqa tushunmasangiz, boshqa shunaqa tushunayotganlarga raddiya qilishga haqqingiz yo'q ekan. Balki ularning haqqiga duo qilishingiz kerak. Ular shu qiyinini tanlabdi. Mana Ali roziyallohu anhu shunaqa deb Abu Zarning haqqiga duo qilyaptilar, keyin o'zlarining fikrini aytayaptilar. Ammo men aytamanki, kimda kim Allohning ixtiyorini go'zalligiga suyansa, u o'zi Alloh unga ixtiyor qilgan holatdan boshqasida bo'lishini hech qachon orzu qilmaydi. Mana shu qazoyi qadar tasarrufida rozilikda to'xtay bilishdir. To'xtay bilishlik chegarasidir degan ekanlar. Ya'ni yuqorida aytganimdek, biz o'zimizni ixtiyorimizga ko'ra yashashligimiz emas, Allohning bizga ixtiyoriga ko'ra yashashimiz kerak. Endi Abu Zarning tushunchasidagi narsa u sog'lig'idan kasallik suyukliligi, boylikdan kambag'allik suyukliligi u kishining o'zini ixtiyori bo'lib qolyapti baribir, to'g'rimi? O'zlari shuni tanlayaptilar-da u kishi. Alloh qaysini bersa menga shunisi demayaptilar. Alloh kasallikni bersa kasallik, sog'liqni bersa sog'liq. Alloh boylikni bersa boylik, kambag'allikni bersa kambag'allik demayaptilar. O'zlari tanlayaptilar. Yo'q, men mana shuni qilaman.
kambag'allik va kasallik. Inson o'zi ixtiyorida xato qilishi mumkinmi? Alloh sizga ixtiyoridachi, Alloh hech qachon xato qilmaydi. Agar siz mu'min bo'lsangiz va Allohdan shu xayrini so'rasangiz, albatta Alloh sizga xayrini beradi. U sog'lik bo'lsa sog'lik, kasallik bo'lsa kasallik, boylik bo'lsa boylik, kambag'allik bo'lsa kambag'allik. Ali roziyallohu anhuning fiqhini qarang. Shuncha aytayaptilarki, Alloh rahm qilsin Abu Zar. Mayli, u kishining gapi ham to'g'ri bir hisobdan, ya'ni o'z yo'liga deyaptilar. Lekin kishi Allohni unga ixtiyorini go'zal deb o'shanga tavakkal qilishi deyaptilar. Alloh menga nimani ixtiyor qilsa shu deb. Ana shu yaxshiroqdir. Kimda kim shuni Allohning ixtiyoriga tavakkal qila olsa, hech qachon Alloh unga ixtiyor qilgan holatdan boshqa holatda bo'lishini orzu qilmaydi. Masalan, kambag'al bo'lsa, qaniydi boy bo'lsam demaydi. Allohning husni ixtiyori menga bor desa agar. Boy bo'lsa, kambag'al bo'lsam demaydi. Sog' bo'lsa, kasal bo'lsam demaydi. Kasal bo'lsa, sog' bo'lsam qaniydi demaydi. Allohning ixtiyori menga go'zal deydi. Mana shu Allohning qazo qadarini tasarrufotida rozilik chegarasida to'xtay bilish deyaptilar. Menga u bo'lsa edi, menga bu bo'lsa edi deyish qazo qadarda rozilik yo'qligidan yoki Allohning ixtiyoridan o'zining ixtiyorini inson afzal ko'rishligidan. Mana shuning uchun ham hozir ham ko'pchilikda savol tug'ilyapti. Albatta bu iymondan kelib chiqayotgan savol, lekin baribir bunga tanbeh berilishi kerak. Masalan, G'azada, Turkistonda musulmonlarning holatlarini qarasa inson yuragi bari ezilib ketadi. Odam o'shanda mu'min odamning haqiqatan tomog'idan ovqat o'tmaydi. Shu oldingizga chiroyli ovqat qo'yilgan sari yoki mana ko'cha-ko'yga chiqib bir bolalaringiz bilan aylanib maza qilib dam olsangiz, o'ynasangiz, kulsangiz, to'y tantana qilsangiz, vijdoningiz qiynalib ketaveradi. Mu'min bo'lsangiz-da agar men nima qilyapman, mayerda odamlar nima qilyapti, nima qilsam ekan deb odam itini yeydi mana shunaqa paytda. Shunda odamda savol tug'iladi. Men endi hozir shu narsalarni yig'ishtirib qo'yaymi, yeb ichishni, o'yin kulgini, to'y tantanani deydi-da. Mana shunda biz aytamizki, yordamga qodir bo'lsangiz, yordam beryapsizmi? Molingiz bilanmi? Duoyingiz bilanmi? Tabiiyki jismimiz yetolmayapti u yoqqa. Jismimiz muhim emas aslida u yerga yetishligi. Xullas, mana shunday qilib yordam bera olyapsizmi? Endi Alloh sizga bergan halol pokiza narsani ishlatishligingizda gunoh yo'q. To'g'ri, yig'lang, vijdoningiz qiynalsin, vijdoningiz qiynalmasin demayman. Vijdon o'lib ketmasligi kerak, tirik tursin bu vijdon. O'sha yordam qo'lini cho'za olishingiz uchun ham va duo qilishingiz uchun ham. Lekin men bu holatlardan endi voz kechishim kerak deb o'zingiz kambag'al yasamang. Modam Alloh sizga berib qo'yib turibdi, bormi hamma narsa, o'zingizni o'sha kambag'al qilmang. Mana shu hozir Ali roziyallohu anhu aytgan gapni lozim tuting. Allohning sizga husni ixtiyori mana shu go'zal. Hozir shunaqa hayotda Alloh sizda yashatyapti ekan, bu vaqtni o'zini ibodati bor, uki shukr. Shu ne'matlarni avvalambor musulmonlarga bo'lishib, keyin shu ne'matlardan hosil bo'lgan kuchni Allohning toatiga ishlatishligingiz. Bu vaqtda siz o'zingizdan kambag'al yashashingiz emas siz vazifangiz. Keyin bir soatlar keladi. Alloh ofiyat bersin o'shanda ham, Alloh husni ixtiyorini sizga o'shanda ham ravo ko'radi o'zi. U holatda o'zingiz ehtimol hozir mana shu achinayotgan odamlarning holatiga tushib qolasiz. Ana unda endi sabr qilib o'sha holatda ibodatini qiling. Sabr ibodatini. Bugun kambag'al bo'lishni orzu qilmang. Boy bo'lib turgan holatingizda. O'zingiz ishingizni qiling, boylik ishini. Ertaga kambag'al bo'lib qolganingizda boyib ketishni orzu qilmang. O'zingiz ishingizni qiling kambag'allik holatidagi ibodatni, sabrni. Mana shu Allohning husni ixtiyoriga rozi bo'lish va qazo qadar chegarasida to'xtay bilish degani. Haqiqatan tushasiz, ko'rasiz bir kun o'sha holatga. Dunyo hech qachon sizga kulavermaydi, har doim ham. Boy odamlardan so'rang, haqiqatan bir kun bir kun qamalishi bor ularda ham. Kambag'al bo'lib qolishi bor, kasal bo'lishi bor. Vaqt soati bor, o'shangacha o'zingizning holatingizdagi ibodatingizni qiling. Yana Ibn Asakir rivoyatida keladi Ali roziyallohu anhudan. Man radiya bi qada'illahi jara alayhi wa kana lahu ajr. Va man lam yarda bi qada'illahi jara alayhi va habita amaluhu. Kimda kim Allohning qazo qadariga rozi bo'lsa, unga bu narsa joriy bo'laveradi va unga ajri bor. Va kimda kim Allohning qazo qadariga rozi bo'lmasa, unga ham bu joriy bo'laveradi va unga esa amali habata bo'ladi. Ya'ni mana qarang. Boshimizga bir sinov kelganda, qazo qadar imtihon, o'shanga agar rozi bo'lsak, o'sha narsa o'tib ketadi. Faqat ajr bilan o'tib ketadi. Masalan, qamaldingizmi? Yaqiningiz o'ldi, molingizga shikast yetdi, sog'lig'ingiz ketdi va hokazo. Hammasi qazo qadardan. Shu narsaga sabr qilib bersangiz, o'tib ketadi, ajr qoladi.
Endi agar rozi bo'lmasangiz o'shanda shu qazo qadariga shikoyat qilsangiz, Allohga arz qilsangiz, nola qilib to'polon qilsa inson. Ha, bunday o'tib ketadi baribir, lekin amalingiz habata bo'lib o'tib ketadi. Qiziqda inson baribir o'tib ketadigan narsaga shu salgina tilni tiyib, ichida inson Robbisiga husnuzon qilib tursa bo'ldi. Shu o'tib ketadi, ajri qoladi. Shu ishni qilmagandan sal tilni tiyish va chiroyli sabr ichida husnuzon Robbisiga mana shuni qilmagandan gunoh bilan o'tib ketadi. Amal nima demak? Xayol va gapirish. Ko'ryapsizmi? Ya'ni qazo qadarga nisbatan bizning amalimiz nima? Xayol va gapirish. Ya'ni xayolimizda Robbimizga husnuzon va tilimizda chiroyli gap gapirish. Ana shuni qila olsak yaxshilik bilan o'tadi, buni qila olmasak yomonlik bilan o'tadi musibatlar. Yana Abu Nuaym Hilya kitobida rivoyat qiladi. Abdulloh Mas'ud radhiyallohu anhu dan aytadilar: "Ma ahadu minan nas yawmal qiyamati illa yatamanna annahu kan ya'kulu fid dunya qutan. Wa ma yadurru ahadakum ala ma asbaha wa amsa min ad-dunya illa an takuna fi an-nafsi hazaza. Wa la an ya'adda ahadukum ala jamratin hatta tudfa'a khayrun min an yaqula li amrin qadahu Allah layta hadha lam yakun." Mas'ud radhiyallohu anhu aytadilar: odamlardan kimda kim bo'lsin qiyomat kunida dunyoda shu ozuqanigina yeb o'tmagan ekanman deb orzu qiladi. Va sizlardan birortalaringga tong ottirganda, kech kirgizganda dunyodan nima bo'lsin zarar bermaydi illoki agar nafsida qalb alami bo'lmasa. Va birlaring cho'g'ni tishlagani to o'chib qolgunga qadar yaxshiroqdir. Alloh qazo qadar qilgan ishda bu bo'lmasa edi deyishligidan. Ya'ni mana qarang, Ibn Mas'ud fikrlarida ham kambag'allik afzalroq hisoblanyapti baribir. Shuning uchun aytayaptilar, qiyomat kunida odamlardan kim bo'lsin dunyoda shu qut degani ovqat degan. Ovqat bilangina yashab o'tmaganligini orzu qilar ekan. Yashab o'tganligini orzu qilar ekan. Qut degani shu o'lmasligi uchun yeb ichib yashash. Nabiy sollallohu alayhi vasallamning hayotlari. Shu qaniydi shu o'lmaydigan darajadagina yeb ichib o'tmaganman deb orzu qilar ekan. Bu nimadan? Birinchidan inson yegan narsasini qayerdan topib yeganligini hisobini berish og'irligidan, ikkinchidan yegandan keyin shuni kuchini nimaga ishlatganlik hisobini berish og'irligidan. Ana shuning uchun har bir inson qiyomat kunida dunyoda ozuqam faqatgina shu ovqat bo'lmagan ekan-da deb orzu qiladi. Millionerlar endi nima deb javob beradi ayting? Yoki bugun ummat shunaqangi millionerlikka targ'ib qilayotganlar. Keyin aytdilarki, birlaring agar tong ottirganda, kech kirgizganda dunyodan qanaqangi holatda bo'lsa ham zarari yo'q. Ya'ni bu degani yuqorida aytdik-ku, boy bo'lsangiz o'zingiz kambag'al qiling endi degani emas. Tong ottirdingiz, kech kirgizdingiz, qanday holatda bo'lsangiz ham zarari yo'q. Faqat nafsingizda qalb alami bo'lsa boshqa deyaptilar. Ya'ni masalan kambag'al holda, qiyinchilik, musibat holatda tong ottirdingiz, o'shanda qalbingizda alam bo'lmasin. Ba'zi odamlar shunaqada, kambag'alligi uchun butun dunyo aybdor. Hammaga nisbatan alam bor, zahrini sochadi. Kasalligi uchun hamma aybdor. Men kasalman deb hammani ayblaydi, hammani so'kadi, haqoratlaydi. Ana shunda yomonlik mana shunda. Sen agar bir musibatda bo'lsang, musibatda tong ottirdingmi, ofiyatda tong ottirdingmi, zarar yo'q, modam qalbingda alam bo'lmasa. O'sha o'zingning holatingdan norozi bo'lmasang, ya'ni rozi bo'lsang yaxshilik. Keyinlar birlaring cho'g'ni o'chib qolgunga qadar tishlashligi unga yaxshiroqdir. Alloh qazo qadar qilgan ishda qaniydi mana shu bo'lmasa deganidan. Qarang, og'zingizga cho'g'ni soling deb tasavvur qiling. O'sha o'chib qolgunga qadar tishlab o'tira olasizmi? Yo'q, qiyin bu ish deysiz. To'g'rimi? Endi aytayaptilarki, mana shu qiyin bo'lsa-da, lekin Alloh qazo qadar qilgan ishda shu qaniydi bo'lmasa degandan mana shu ish yaxshiroq ekan. Nimaga aynan og'ziga cho'g'ni solib o'chib qolguncha o'tirishlik misol qilganlar desangiz agar, musibatdagi kishiga sabr qil, tilingni tey, har narsani gapiraverma desangiz, senga osonda deydi. Sen meni alamimni his qilyapsanmi deydi. Haqiqatdan musibatdagi odam tilini tiyib o'tirishi o'sha og'ziga cho'g'ni o'chib qolguncha tishlab o'tirishidek og'ir. Chidolmay ketaveradi, shu yorilib, shu gapirgisi, shikoyat qilgisi, malomat qilgisi kelaveradi. Unga tilni tiyish haqiqatdan cho'g'ni tishlashdek narsa. Ana shuning uchun aynan shuni misol qilyaptilar. Og'ir senga bilamiz, xuddiki cho'g'ni tishlagandek bo'lasan. Lekin o'sha cho'g'am tishlasang oxiri o'chadi-ku, to'g'rimi? Og'zingdagi o'sha harorat uni sovutib,
muzdek qiladi-ku, baribir o'chadi-ku shu. Kuysang ham baribir o'chadi oxirida. Ana shunga o'xshatilinyapti. Musibat harorati, alami ham bilamiz og'ir. Sen hozir cho'g'da ishlagan deysan, lekin birpas ichida o'chib qoladi o'sha musibat alami. O'tib ketadi. Oson tutma deydi, yo'q, oson emas. Lekin o'sha tilni tiyishga chaqiriq mana bu cho'g'da ishlagandek bo'lsa ham tiyish kerak. Xo'p, shu yerda to'xtaymiz. Keyingi mavzu taqvo haqida ekan. Inshaalloh keyingi darsda shundan davom ettiramiz. Allohu a'lam.